bugun o'rdak, tovuq pixillashini oldini olib olamiz. Oshqozon kasalligiga, pixillashiga, bronxitiga, yana nima, salmoniyozmi deyilgan ruschasi o'zbekchaga nima deydi bilmayman, ichki ketish, o'tirib qoladi-yu, holsizlanadi-yu, ichida bakteriyalar ko'pligidan shu narsani oldini olar ekan. Rezultatini kasal bo'lmasa shundan bilamiz, rezultat bo'lgan. Shu kasal bo'lishini oldini olamiz. Yarim gram 1 litr suvga ishlatilar ekan. O'zi shprisda tortilar ekan. Men qopqog'ini ochib oldim. Samrim yetmay shprisda tortgan. Olonga quyib olaman. Oshasini qaytarib qo'yaman, ukizda bo'ladi-da. 10 gram bor. Bittasiga 10 gram qildim, bittasiga 5 gram tortaman. Bittasiga 10 litrga 10 gram tortdim, bittasiga 5 gram tortdim. 15 gram 20 litrga. O'rtasini olib oldim-da. Instruksiyadagi aytganini ham qildim, retaplikada aytganini ham qildim. Bu suvni berishdan oldin 5 soat suv bermaslik kerak. Ehtimol bu dori achchiqroq bo'lishi mumkin, ehtimol yoqmasligi mumkin. Chanqagan holatda iloji ichadi. Nasib bo'lsa, proba qilamiz endi, bani aytishib qo'ying. O'lsa o'ldi deyman, qilinglar deyman buni. Yaxshi bo'lsa yaxshi bo'libdi deymanda, xudo xolasa. Avvalo biz sabablarni qilamiz xolos. Shu ovoragarchilikni oldini olishni, ukol qilishni oldini olishni oldin olamizda, xudo xolasa. Bismillah. Qanaqa qilib taboshni tezga bo'lsa, ertalabgacha o'zi qotadi, o'laman degani o'lib qoladi. Xudo saqlasin. Menimcha yomon narsa bermadik. Ertaga ikkidan oldiga har qalay. Bugun 20-avgust. Bu narsani 5 kun yoki 3 kun beraman. Ayta do'stim bor. Mana shu narsa doim kerak ekan fermaga. Do'stga ilib qo'yganman. Libo bir 50 tadan oshiq parranda boqadiganga kerak ekan. Shaxsan menga kerak. Men dori nomi 20-avgust necha kun davomida. Shuni sizlarda do'stga yo'q bo'lsa, iloji bitta qog'ozchaga qo'yib qo'ysalar, qanaqa antibakterialnimi bir narsani dorini yozdirib, 3 kun yozib qo'yib, keyingi oyga yoki keyingi 15 kundan keyin 15 kunda bir necha qiladigan turi ham bor ekan dorilar, uni ham haqida video olaman. Juda qulay bo'ladi mana shunda. Eslaysizlar, mana oldin qanaqa dori bergandim? Chektonik, yana bio bir narsalar bergandim. Nechinchi kuni berganimni eslamayapman-da o'sha. Bu narsani yaqinda yildim. Rosa foydali bo'ladi. Endi bundan buyoqda xolasa yozib boraman. Tavsiya shu. Xudo xolasa endi yemlarini berib olsak, akkuratna bo'ladi. Yemlariga ham vitaminlarni beringlar обязательно. Oldin olinadi-da hammasini. Sababini qilamiz, xudo xolasa yaxshi katta bo'lishi, maqsad yaxshi rivojlantirish. Minus bo'lmasa biz foydadanmiz, xudo xolasa. Asosiysi shu. Salomat bo'linglar.